Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Ana men kitobimni ko'tarib ketyapman ishga. Xudo xolasa. Kechasi ko'p suv ichibmanmi? Ishlarim shu ketdi. Oldidan keyin kam suv ichish kerak, kam choy ichish kerak. O'zbeklar choyni yaxshi ko'radi. Yarim kechasi bo'lsa ham turib choy ichadi. Ertalab bo'lsa ham choy ichadi, obedda bo'lsa ham choy ichadi. Bu yerda havosi ko'p suv ko'tara olmaydi. O'zi nam havo-ku. Organizm bo'tqa bo'lib qoladi, bo'tqa. Shunaqa gaplar. Ishga ketyapmiz, mana shunaqa qilib. Ozroq shamol. Bulutli yaxshi kayfiyatimiz sir. Hammalarga yaxshi kun, yaxshi kayfiyat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.